Assalamu alaykum, Nurgiyatga barliq qarindoshlar. Nurgiya Uyg'ur yoshlar uyushmasi, Nurgiya yangi kelgan yoshlarning va Nurgiyada yashayotgan yoshlarning o'zaro uchrashish va tunishishini, uningdan sirt ta'tilning eng oxirida xo'shal-xo'ram bir o'yin o'ynashni maqsad tutib, paintball faoliyatini o'rinlashtirishni qaror qildik. Bu qitimliq paintball faoliyatimiz shanba kuni soat 12da, ya'ni 8-oyning 13-kuni soat 12da o'tkaziladi. Barliq qarindoshlarning qizg'inlik bilan qatnashishini umid qilamiz. Paintball maydoniga kirish haqqi bo'lsa, kishi beshiga 445 kron ilindi ekan. Buningga sharoit yor bergan va qatnashishni xohlaydigan qarindoshlar mushu videoning tushuntirishidagi link orqali bizga tizimlasanglar bo'ladi. Har qanday savolinglar bo'lsa, shu tushuntirishidagi aloqa qilish vositasi bilan biz bilan aloqalashsanglar bo'ladi. Undaq bo'lsa qarindoshlar, sizlarning xabaringlarni kutamiz. Inshaalloh shanba kuni soat 12da ko'rishaylik. Allohga omonat.